Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulullah. Assalamu alaikum birodarlar. Hammalarimizni bu xonadonga Alloh qadamimizni muborak etsin. Shunday xursandchilik kun ekan do'stlarim. Ana umid qilib dastam yozishgan. Bir 5 minutgina agar bir ma'noli suhbat qilmaydigan bo'lsak do'stlarim, shu so'zimizni oqlamagan bo'lamiz do'stlar. Rasohay oson emas do'stlar. Do'stlar, bu hayot shunday ekan do'stlarim. Umr yo'llari qana bo'lgan taqdirda ham do'stlarim bir tekis ketavermas ekan. Yo'llarda qancha daqir-doqirlar, qancha seg'anchiq joylar do'stlarim, ularda hammasini bosib o'tamiz. Chunki umr yo'llari faqat bir tomonga. Faqat bir tomonga. Do'stlarim, bu oyda 15 yorug', 15 qorong'i deganda do'stlarim, hammamizni ham hayotimizda yaxshilik kunlar ham, xursandchilik va g'am tashvishlar ham aralash o'tib kelyapti. Birimiz otamizni ko'mdik, birimiz onamizni ko'mdik, birimiz bolamizni ko'mdik do'stlarim. Qancha dardlar, qancha g'amlar, kambag'allikni ko'rdik, yetimlikni ko'rdik, farovonlikni ko'rdik. Dard ko'rdik, qancha g'amlarni ko'rdik, qancha kulfatlar ko'rdik. Ba'zan biz hech gumon qilmagan odamlardan yaxshilik ko'rdik, ba'zan biz hech gumon qilmagan odamlardan kulfatlar ko'rdik. Hammasini ko'rib o'tib kelyapmiz do'stlarim. Hammani qonida o'ziga yarasha bir dardi bor, o'ziga yarasha bir g'ami bor, o'ziga yarasha bir attengi afsusi, pushemoni bor do'stlarim. Bu hayot. Boshqa nima g'am, nima kulfat kelganda ham do'stlarim, Alloh taolodan umidimizni hech qachon uzmaymiz. Alloh taolo bitta ajoyib qoidasi borda, suygan bandasiga yukni vazminlarni qo'yar ekan. Ota-ona ham hamma farzandiga ham qonini yora olmaydi-da. O'sha bittasiga qonini yoradi, erkaligini ham o'shanga qiladi. Ancha-muncha g'am o'sasini ham o'shanga yetib, ancha-muncha kam bo'lsa ham o'shanga yetadi. Demak, o'shanga suyanadi. Alloh taolo butun tarixni varaqlasangiz, og'ir g'am kulfatlar, payg'ambarlar, avliyolar, azizlar ulug' ustozlarga kelgan. Aytasizki, bu namozxon bo'lsa, o'zi palonchi qori bo'lsa, palonchi avliyolar maqtayotgan bo'lsa-ku, kulfat ara boshlaydi. Buning duosini Alloh ijobat qilmayaptimi deysiz? Nima aybi bor ekan deysiz? Do'stim, dardlarni varaqlaydi. O'sha narsa tufayli uni o'tkiryapti. Pichoq qancha chiroyli bo'lmasin, u chafka to'g'ri bo'lmasa, dod demasa pishmaydi do'stlar. Shuning uchun do'stlar, bu hayotda oyda yorug' kunlarida do'stlarim, bo'lg'uchilik, farovonlik, tinchlik, xotirjamlik kunlarida do'stlarim biz shukrni ko'paytiraylik. Shukrni ko'paytiraylik. Endi ancha-muncha sal qoqanganimizda do'stlarim, Allohga istig'forni ko'paytiraylik. Bizga qanaqangi xursandchilik kelsa ham Alloh taolodan, qancha g'am kelsa ham Alloh taolodan do'stlarim. Shuning uchun shu eskilarga gaplar borki do'stlarim, hammani chirog'ini yorug'i o'ziga degan gap bor. Kuni gapirdim aytdi, "Ya Habibulloh qordim, o'zim aytavering. Ya Habibulloh qorim. Ukangami, akangami bir qoning yordingda. Bir qoning bo'shatib, yig'lamsirab, bir dardingni, g'amingni olsa aytding. Bir bo'shaldingda. U nima qiladi? Juda mehribonlikni aqlab solib turadi. Lekin kechqurun xotiniga aytib beradi. Yo'q, unaqa emasmi do'stlar? Kechqurun xotiniga aytib beradi. Ashnaqa ekan deydi. Rosa yig'lab gapir deydi. Xotini, "Shunaqa ekanmi?" deydi. "Yana nima dedi?" deydi. Demak, yarim kecha o'tib ketadi. Jigaringizni qalbiga sizni g'am tashvishingiz urilmayapti. Eskiradi gaplar do'stlarim, eskirmaydi. Tushkunlar keldi. Shuning uchun do'stim, qancha jigar bo'lsa ham, qancha do'st, birodar bo'lsa ham do'stlarim, unga suyanib qolmanglar. Chunki uning darvozasi alohida. Buni
bir yaqinda gapirdim, bitta odam keluvdi. Ko'p gaplashardik, ko'p katta mansabda ishlagan. Aytdim, akajon dedim, har kuni ertaman eshikdan chiqqaningizda 5-6 odam qo'l qo'yishtirib turar edi. Akajon do'stim, iltimos qilib turar edi. Chunki qo'lingizda mol pul bor edi, mansabingiz bor edi. Teskari deysiz. Hammasiga ham qo'lingiz bo'sh odam edingiz. Qo'ldan kelsa yordam qilardingiz. Qaytarmas edingiz. Mana endi mol davlat ketdi, mansab ketdi, mana salomatligingiz ham ketdi. Endi eshikdan chiqsangiz o'sha odamlar bormi dedim. Bittasi ham yo'q dedi. Endi siz ularga ko'p ham qiziqingiz qolmadi endi. Ular maqsadi bor edi. Shuning uchun do'stlarim, bu hamma ishlaringizda do'stlarim, ne o'ylab ko'radigan bo'lsangiz do'stim, agar jinni qoqinib qolsangiz, jigarlar o'rtasida ham, do'stlar o'rtasida ham jinni surilib qolyapsiz. Shuning uchun do'stim, xonadonda hamma nimaki qurilishmi, orzu-havasmi, to'y-to'rqonmi qarisiga qarab qiling, birovga muhtoj bo'lib qolasiz. Muhtoj bo'lsangiz quruq qolasiz do'stlar. Shuning uchun yana bitta muhim gapga kunayta gapirdim, do'stlar. Hamma darvozaning ichida o'ziga yarasha g'am bor, o'ziga yarasha dard bor, o'ziga yarasha afsus, pushaymonat ham bor. Yaxshi kunlari ham bor, lekin aralash. Shuning uchun do'stlarim, birovning boshiga bir mushkul keldi. Misol uchun, shunga og'ir kunlar bo'lar ekanda, do'stim, kecha gapirdim aytdim. Tilingizga ehtiyot bo'ling. Bittasini bolasini shap ko'rdi. Nima bo'ldi oxiri? 20 yil o'tdi oradan. Hali shap ko'rdi, qiynalgan bola oxiri boshqamadaga ko'chib ketdi. Qutuldi. Lekin qalbi yine ilmadicha o'tib ketgan. 20 yil o'tgandan keyin haligi shap ko'rdi, yomonlagan bolaga Alloh tog'ma ko'zi ko'r bola berdi. Maktabda o'qiyotgan bola tilini kasofatiga hali tug'ilmagan bolasini ko'zi ko'r bo'lib tug'ilishiga zamin yaratgan ekan. Chunki haligi yigit ezilib yig'lagan. Do'stim, bu hayotda hammasini ko'rib kelyapmiz. Bittasini misol uchun shunday ishlar ko'rdi-da, bittasini qizi kelib qoldi. Shunda qulog'imdan eshitib xursand bo'lganlardi. Anuni qizi kelib qolgan. Jigarlari ezilib yotdi hozir degan gaplar eshitdik. Do'stim, shuni ko'tara olasizmi? Yuragingiz lo'm teshib ketadi. Shuna degan do'stim, ertagami, indinigami eng yaxshi ko'rgan qizingiz, eng yaxshi ko'rgan keliningiz yukini ko'tarib qaytib keladi. Siz shunga hozir zamin yaratib qo'ydingiz. Chunki hargini uni boshiga Alloh soldi işte. Siz xursand bo'lib kuldingiz. Bu qaytar dunyo do'stim. Dasini qizi 5 yildan ketib ketdi. Osonmi? Juda ko'p odamlar kulgan ekanda, shuni biz ko'rganmiz, kulganni. Kulganmiz, ko'rganmiz ko'zimiz bilan. Qarab yuraman-da do'stlarim, qani oqibat haqida ketyapti. Do'stlarim, kulma qo'shniga gaplar bor do'stlarim. Ibodat yaxshidir. Namoz yaxshidir, do'stim. Tilingizga ehtiyot qiling. Birovning boshiga tushgan musibatga kulmang, bu qaytar dunyo. Havas qiling. Allohga mol-dunyo berdimi? Ilm berdimi? Mansab berdimi? Havas ko'zi bilan qarang. Havas ko'zi bilan qarang. Orqasini ko'rib olmasdan, to'shat olmasdan. Misol Habibulloh xonga bergan narsaga siz rozi barsiz. Habibulloh xon xoram bo'lishini orzu qilasiz. Misol uchun o'zim aytay, siz Alloh Habibulloh xonga bergan narsaga rozi barsiz. Siz Allohdan norozisiz. Havas qiling. Endi boshiga mushkul tushgan, dardi turi ko'p, g'amni turi ko'p. Haligi insonning qalbida og'riq. Sizni ko'ngil so'ring. Ko'ngil so'ring. Boshqa mushkul tushganda do'stlarim, eshik qarab yotdik.
umid qilib turdik. Qancha biz umid qilganlar, ko'ngil so'ramadi, Xudoga shukr. Umid qilar ekansiz boshqa mushkul kelganda. Bir og'iz akajon do'stim nima gap tashlaymiz, shunaqa bo'libdi deb so'raydiganga zo'r bo'ldik. Shu gapga birov olmadi bizni. Eng umid qilganlarimiz olmadi shuni. Ular hammasi qalbingda bo'lib qolar ekan. Ko'ngil so'rash kerak ekan. Kulmaslik kerak ekan. Unga rahim ko'zi bilan qarash kerak ekan. Uni haqiga xor bildirmay duo qilish kerak ekan do'stlarim. Do'stlar, samolyotdan tushgandanmi yo Qirg'izistonga o'tayotganingizdanmi pasport ko'ryaptimi? Surishtiryaptimi? Ertaga Go'ristonga borganimizda, qabrga kirayotganimizda, "Ayollar qori kelsin polvon, ko'rsating pasportni." Olib kelsin pasportingizni. Iymon degan pasportni so'raydi. Haligi yomon niyatli, hasadgo'y, to'qmatchi, bo'xtonchi, mishmishi inson yo'lda tushib qolganmasa cho'ntagidan nimani bo'shatar ekan? Alloh taolo g'iybat qilganda, to'qmat qilganda ukasini o'ligini go'sht yeganaqa deyapti. Shunaqa deyapti. Shuni xohlaysanmi deyapti. Ukani o'ligini yeyishni xohlaysanmi deyapti. Demak, qilmadi shuni deyapti. Do'stlarim, xullas mana bola mana otasini ko'mdi, onasini ko'mdi, ukasini ko'mdi. Alloh hammasi rahmat qilgan bo'lsin. Mana Alloh taolo yaxshi odamlar yo'ltirdi. Uni yelkasini silab yetaladi. Ularni ham Alloh taolo ikki dunyodan obod qilsin. Mana bola hozir mana yaxshi bo'lib, katta bo'lib, o'g'il yuryapti ekan. Demak, o'sha otalar, onalarning duolari mevasi. Do'stlarim, shuning uchun kimki ota-onasidan duo olgan bo'lsa, albatta mevasini oladi. Shuning uchun do'stlarim, xulosa gapim, havas qilaylik o'zimizdan oldin ketayotganga, aqada kelayotganga rahim ko'zi bilan qaraylik, yordam qo'lini cho'zaylik. Buni do'stlarga misol bo'lsin deyapman-da. Chimon sentridan yaqin o'tib ko'pay tomonga bir odam ko'p bozor kuni bir go'dak chirillab yig'layapti. Odam ko'p. Nima bo'lyapti? Hayron topolmadim. Yaqin o'tib ketdim. Qaytib kelasam, o narrada qo'ldan tutgan joylar bor. O'sha sudrab ketyapti bola. To'lashar bola, o'g'il bola. Sudrab ketyapti onasi. Bola chirillab maroza deyapti. Chirillab maroza deyapti. Men to'xtab, "Balki bo'lardim, balki dedim." Onasi, "Balki dedim." Men onam qo'ldan tushib yurib ketman oldimga. Men pul berdim. Bunga maroza olasan, chips olasan, kishka olasan dedim. Hali bola cho'qqilab onaga ketdi. Hattoki hamma odamlarga tarbiya bo'ldi. Baraka rahmatiga deyapti. Haligini berib qalbimga nur to'lib qoldi. Hali tul xotin 5000 puli yo'q bolaga maroza olib berolmadi. Bola ezilib qaqshab ketyapti. Atoda hamma tomoshabin. Do'stlar, tomoshabin bo'lmaylik do'stlar. Xo'p, Parvardigor, ozgina gaplarsiz. Hammamiz qalbimizga joy bergan. Bu xonadonni ham hammalarning o'tmishlarimiz bilan bahramand qilgan Parvardigor. Kim havas ko'zi bilan qarayotgan bo'lsa, unga ham shunaqangi o'g'lini kuyov bo'lishini, kelin olib kelishni nasib qilgan. Ularga yaxshi solih farzandlar bergan. Kim umid qilayotgan bo'lsa, bergan. Kim mushkuli bo'lsa, Allohim o'zing tushunish bergan. Hammamizga ham Allohim o'zingdan boshqa muhtoj qilmagin. Oxirimizni chiroyli qilgin Parvardigor. Robbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.